Gipokrat qasamini ichganmiz. Har bitta xonadonga kirib, har bitta insonning sog'lig'ini tekshirib chiqyapmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ana u Beklar mahallasidagi hamma homiladorlarni yozib chiqdingizmi? Hamma homilador bo'lgan, bo'lmagan hammasi tekshir. Bo'lish arafasida bo'lganlarni ham ogohlantiring. Yangi yilga tegganlarni ham ro'yxatga oldik. Mana shu hisobladik. Nima deb siz meni taxminan mana shu paytda. Yo, ularni qo'rqitmang yangilarni. Ular bir oylar o'zlari bilib ishini qilsin. Keyin borib o'zimiz aytamiz ularga. To'g'ri. Bo'ldi, borib aytamiz. Hozir kelinlarimiz qandaydir bir immunitet past, kamqonlik ko'pa, qanaqadir bir keyin tug'ishga bo'lgan ishtiyoqlari past. Mumkinmi? Biz qiynab, mumkinmi? Keling. Xush kelibsiz. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dugana aylanib bir xil prichoskada ekanmiz. Sizni gazgina. Assalomu alaykum. Keling o'tiring. Marhamat. Keling o'tiring. Bolaligimizda do'stim bo'lardi. Hech sochingizni ajinadi. Alaykum assalom. Otaxonni xonlarni marhamat. Ha, keling, o'tiring. Dada. Dada bilan qaynonam. Siz otaxon. Siz oldiga o'tiring. Xo'p, men oldiga. Go'zallar oldiga ekan. O'ting, ona. Nega mendan uzoqlashyapsiz? Yo, o'tir. Mendan aslo uzoqlashmang. Yo. O'tiring. O'ta xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mana qarang. Bemor bo'lmasdan oldin mana ko'rikka keladi, tekshirib turadi. Voy, bemor bo'ldik. Bo'ldingizmi? Bu bo'lganmiz. Aynan. Tekshiramiz hozir. Otasi bir duo qiling. Duo qiling. Mana shu oq xalatlaringga hech qachon dog' tegmasin. Xalqni xizmatidan charchamanglar. Ota o'tadigan duodan ayting, o'tadigan qilib, oq xalatga dog' deysizmi? Dog' tushmagan joyi qolmadi. Yo. Kasbiga xiyonat qilmaydi bular. Men bilaman. Aralashmagin gapga. Undan ko'ra masalani ayt. Mahallada tinchlik otaxon. Biz mahalla raisini oldiga kelganmiz. Mahalla nima ishi bor? Yo. Biz har bitta bemorga befarq emasmiz. Har bitta insonning sog'lig'i bu bizning sog'lig'imizdek gap. Sezdingiz. Sochingiz patlayib ketdi o'zi ham. Yo, bilmas ekansiz. Bu Alla Pugachovani anaqa prichoskasi. Sizlarni qo'ydi chiqdilaringni eshitgan ekanman. Yo, bitta tekshiramiz. Ha, maqsadga Siz bemor? Voy, mana emas bemor. Voy, nima deyapsiz? Mana qaynonam tekshirasida, doktor opa. Shu yoshlarda yangilik qo'li o'tiribdilar. Voy, hali biz ulgurmagan ishlarga ulgurib ketdi bular. Voy, tavba. Men ham birinchi marta eshitganimda voy-voylab qoldim. Otaxon, sir bo'lmasa yoshingiz nechida? Men 2 kam 80 ga kirdim. 80. Onaxonchi 70.